Cobalt'ga qiziqadiganlar uchun hozirda Cobalt avtomobili uchun offlayn tarzda shartnomalar berish davom etyapti. 40 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 1.880.000 dan to'g'ri keladi. Onyx avtomobillarning boshlang'ich 25% to'lov bilan 24 oydan 58 oygacha bo'lgan muddatda 25% to'lovni amalga oshirasiz. Ya'ni 44.225.000 so'm. 58 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 1.220.000 so'mdan to'g'ri keladi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 5-dekabr 2025-yil. Eng birinchi yangiligimiz Cobalt'ga qiziqadiganlar uchun hozirda Cobalt avtomobili uchun offlayn tarzda shartnomalar berish davom etyapti. Buning uchun siz avtosalonga kelib, avtosalon xodimi tomonidan shartnomani rasmiylashtirishingiz mumkin. Avtomobillar soni cheklangan ekan. Qiziqadiganlar bo'lsa, avtosalonga kelib bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Endi Onyx va Tracker avtomobilining rassrochkasi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. UzAuto Motors tomonidan rasmiy e'lon berildi. Ya'ni endi siz Tracker va Onyx avtomobillarini boshlang'ich 25% to'lov bilan 24 oydan 58 oygacha bo'lgan muddatda hech qanday foizlarsiz va qo'shimcha to'lovlarsiz o'zini pulini pul to'lash asosida xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bu UzAuto Motorsning rasmiy saytida ham e'lon berildi va Telegram gruppalarida ham e'lon berildi. Hozir shu haqda batafsil ma'lumot berib o'taman. Undan oldin esa videolarimiz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying va UzAuto Motorsning eng so'nggi yangiliklaridan xabardor bo'lish uchun albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Unday bo'lsa videomizni boshladik. Onyx avtomobilining rassrochka shartlarini tanishtirib o'tsam, hozirda Onyx avtomobili uchun 176 millionlik pozitsiyadan 230 millionlik pozitsiyalarigacha shartnomalar mavjud. Masalan, siz Onyx avtomobilining birinchi pozitsiyasini, ya'ni 176 millionlik pozitsiyasini xarid qilmoqchisiz. Buning uchun siz oldindan 25% to'lovni amalga oshirasiz, ya'ni 44.225.000 so'm. Qolgan 75% to'lov 132 million so'm 30 oy muddatga beriladi. Oylik to'lovi 4.422.000 so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 53 million so'm, qolgan 70% 123 million so'm to'lov 36 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 3.439.000 so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 50% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 88 million so'm, qolgan 50%, qolgan 88.450.000 so'm 45 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 1.965.000 so'mdan to'g'ri keladi. Agar siz boshlang'ich 60% to'lov amalga oshirsangiz, ya'ni 106 million so'm, qolgan 40% 70 million so'm to'lov 58 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 1.220.000 so'mdan to'g'ri keladi. Endi Tracker avtomobilini hozirda 220 millionlik pozitsiyasidan 282 millionlik pozitsiyalarigacha shartnomalar mavjud. Masalan, siz 220 millionlik, ya'ni birinchi pozitsiyasini xarid qilmoqchisiz. Bunda boshlang'ich 25% to'lov amalga oshiriladi, ya'ni 55 million so'm. Qolgan 75% 165 million so'm to'lov 24 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 6.904.000 so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 30% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 66 million so'm, qolgan 70% 154 million so'm to'lov 26 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 5.948.000 so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 40% to'lov amalga oshirilsa, ya'ni 88 million so'm, qolgan 60% 132 million so'm to'lov 36 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 3.682.000 so'mdan to'g'ri keladi. Agar boshlang'ich 60% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 132 million so'm, qolgan 40% 88 million so'm to'lov 40 oy muddatga beriladi. Oylik to'lov esa 1.880.000 dan to'g'ri keladi. O'zingizni qiziqtirgan qandaydir savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring, batafsil javob berishga harakat qilaman. Qolaversa, avtosalon nomerlarini opisiyaniyada yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, avtosalon xodimlaridan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.
Undan tashqari Damas va Labo avtomobili uchun ham рассрочка hali ham davom etyapti ekan. Qiziqqan mijozlar bo'lsa, fikringizni yozib qoldiring. U haqda ham ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Avtosalondagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Hammaga rahmat.